Xurshid Rasulov bilan Otabek Muhammad Zohid vodiydagi to'ylarga qanchaga borishadi? Ko'ramiz, vodiy yulduzlarga bag'ishlangan bu kontentimizda nechta like va repost bo'larkin. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Jo'rabek Qodirov Farg'ona viloyatidagi to'ylarga 1.300 ga kirib o'tadi. Dejur esa 800. Shohruh Mirzo G'aniyevning xizmat narxlari ham xuddi shuncha. 1.300, navbatchi bo'lib berishi 800. Mr. Qaha 400 ga 1, nikohning boshidan oxirigacha 700 oladi. Davrbek Rahimov boshchiligidagi Bayoz ansambli 400 ga tantanangizni zo'r o'tkazib beradi. Muhsinbek Mo'minovning dejuri 700 bo'lsa, Yahyobek Mo'minovniki 1,5 ming qilib belgilangan. Abdujalil Qo'qonov Farg'onadagi to'y tantanalarga 500 ga 1 borib beradi. Navbatchilik qilishi esa 1000. Tohir Mahkamovning 1 700, dejuri esa 2000 qilib belgilangan. Qilichbek Madaliyev 1000 ga 1, 2000 ga to'yni to'liq o'tkazib beradi. Jaloliddin Ahmadaliyevning 1 2,5 ming atrofida. Va nihoyat Otabek Muhammad Zohid. Uning 1 soat xizmat qilib berishi 2,5 mingga baholangan. El ardog'idagi san'atkor Xurshid Rasulovning 40 daqiqalik 1,5 ming, dejuri esa 2,5 ming qilib belgilangan. Xo'sh, siz to'yingizga qaysi san'atkorni chaqirgan bo'lardingiz? Izohda o'sha qo'shiqchini belgilab, bu videoni unga yuborib qo'ying.